Mana shu qo'limdagi 15 millik matoh haqiqiy qotil desam ishonasizlarmi? To'g'ri, bu narsani siz ko'rib oddiygina Remy Admanka deyishingiz mumkin. Lekin bu narsa nima oqibatlarga olib kelyapti? Okamlar 40-50 tezlikda harakatlanib, mana shu bamferlarni bardurga tegizib olganlar. Oka, mana buni ko'rishingiz mumkin. Polni airbag portlab ketgan, rasxod mayli. Okam o'zlariga ham ziyon yetgan. Qo'llari singan. Prosta 15 millik matoh bu narsalarga arzimaydi. Ham sog'lig'ingizni, ham pulingizni oldini oling. Mana shu narsani prosta remeningizdan yechib otib yuboring. Undan ko'rasiz, remeni taqib olib, любой tezlikda harakatlaning. Xudo xolasa ham sog'lig'ingiz uchun, ham o'zingiz uchun ham foydali bo'ladi. Bu videoni hamma shofyor akalarimiz jo'natinglar. 90% dan ko'proq inson ham shu narsadan foydalanadi. Videoga bitta like bosib qo'yinglar.